aka, qo'ying bu gaplaringizni. Asl Qoraqalpoqni muxlislarga bir chiroyli qo'shiq aytib berish kerak. Bormi qo'shiq? Bor aka. Bosh. Bitta qarsayli bo'lsa, biz ham qo'shilamiz. Aydınlar, 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 yar kören ve salıslarda karasam, Tolkınlar yarını alıp aydınlar, yar kören ve salıslarda karasam. Aydınlar, aydınlar, şarkar aydınlar. Zo'r kayfiyatlar, uchinchi şartimizni ham boshlab oldik. Ana endi kayfiyatimizni yana zo'r qilish maqsadida raqs bo'yicha jahon chempionatidan original bir lavha ko'ramiz. O'sha jahon chempionatida Ispaniya, Amerika hamda Nukuslik raqqoslar qatnashsa qanday bo'ladi? I'm Hispaniola Paris Nacionales Sicilina. My name is Archie. So, mi café, ole, 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 mi café, ole, 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 mi café, thank you. Ladies and gentlemen, good evening. My name is James. My dancing is funky dance. DJ, just do it, brother. Yaxshi, marhamat. Mening ismim Yuliyev Ozor. Men Nukusdanman. Menga qistir bo'lsa, padlyuboy muzika o'ynayman. DJ Barchamiz ko'cha-ko'yda tartibni saqlovchi svetoforlarga juda ham ko'plab duch kelyapmiz. Ana endi tasavvur qilamiz, o'sha svetoforga qaytuvchi duch keldi. to'xtang. Svetofor qizil rangda. Tayyorlaning, svetofor sariq. Boshqa! Ana endi tasavvur qiling, mana shu svetofor stadionda, ya'ni penalti tepish jarayonida. To'xtang. Akam hali ruxsat bergani yo'q. Akam ruxsat beryapti, tayyorlaning. Boshqa bo'lmaydi. Mana shu hayotiy svetofor chimildiqda bo'lsa qanday bo'ladi? Yangilar ham chiqqani yo'q. Yangilar chiqyapti. Tayyorlan. Boshqa! Ba'zi bir yoshlarimiz kashandalikka muddasidan ketishgan. Ana endi tasavvur qilib ko'ramiz, estrada xonandalar kashandalikka muddasidan ketib, u haqida qo'shiq kuylasa qanday bo'ladi? uchrashib daryo bo'yida do'st o'tishib turar edik, mashinalarning ostida do'st tupurib ketar edik, chekishib tonglar o'tguncha, kutaman xumor tutguncha, kayfi tarqab ketmas ekan, tupurnay daryo to'lguncha. Laylo nosing qani, Zuhro nosing qani, jinni qildi sana nosing mani. Harino nosing qani, Zebo nosing qani, deda qildi sana nosing mani.
chakkasi bunchalar ham tepib olmasa xumorimning narrasi tugadi nosning hammasi Şartımız so'ngida nima demoqchimiz? Agar biz omadli jentelmenlar jamoasi ushbu muborak final kunida Nukus shahrida birinchi marotaba tashrif buyurdik. Albatta bundan biz nihoyatda xursandmiz. Yana shu qatorda albatta bizani iliq kutib olgan Nukus muxlislarga boshimiz yerga tekkuncha ta'zim qilamiz. Sizlar bilan sahnada omadli jentelmenlar! Polis olar meni xayolim chalib bo'ldi qarsakni Polis olar meni xayolim eshitding jentelmen so'zini so'zlar bo'ladi hazilım eshitding jentelmen so'zini so'zlar bo'ladi hazilım Aman 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 bilsangiz biz ham aman 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 bilsangiz biz ham aman Baxtim bo'ling ey qoshlari kamon Baxtim bo'ling ey qoshlari kamon Davom ettiramiz. 3-bosqich kayfiyat zo'ratamasida bosqich bo'yicha navbatli sahnaga Urganch mamlakatlik universitetining Yoshullar komandasi sahnaga Demak, 3-shartimizga ham eson-omon yetib keldik. Ha, to'g'ri aytasan, endi uyimizga eson-omon yetib olsak bo'ldi. Ha, yo'q, rostana. Ey bolalar, xotirim telefon qilyapti. O'g'ling bo'pman. Hali 2 oy bor deganda-yu bu. Hey! Sen birga 2 oy bor deyman, bolalar. Ha, qani? Yoshimizga boshladikmi? Demak, yoshlar jamoasi 3-sahna ko'rinishi boshladi. Bizda 3-shartdagi insonlar ko'rinishi xorasimda sevishganlar ko'ramiz. Asalim, sevgilim, yuring aylanib kelamiz. Qayoqqa? Zaksga, men sizni olaman, ketdik. Ana endi tasavvur qiling, qoraqalpoqlik qiz va xorazmlik yigit sevishib qolganda qanday bo'lardi? Hoy yigit, sen men bilan yurganiga 5 yil bo'ldi. Sen meni olasan o'zi? Buni iloji yo'q. Men kontraktga o'qiyman. O'qishimni bitirishim kerak. Men o'qish bilan ishim zo'r. Olimlarimiz yangi kashfiyot qilishdi, ya'ni rentgen ochki. Bu ochkini taqqan inson yonidagi insonga qarasa kiyimsiz holda ko'rishi mumkin. Ana endi tasavvur qiling. Shu ochkini xonandalarimiz taqsa, qo'shiqdagi misralar qay darajada o'zgarishi mumkin? Ko'ramiz.
üstüne hava. Yüzün kuzgusuga olay hayron Nargis Nargis ko'rik tanlovimizni davom ettiramiz. Ko'rik tanlovimizning eng so'nggi bosqichi ham eng so'nggi qatnashuvchisi. Kayfiyat so'rovnomasida bosqich bo'yicha navbatli sahnaga bugungi ko'rik tanlovimizning Braziliyasi kutib oling. Turan komandasi.
Yo'q, ikki narsani ovozda eshitaman. Sen uni qayerdan bilasan? Sen xo'p deng. Ko'pni ko'rgan men bilan olmayman, bir ikkitasini ko'rgan sen bilasan. Mana bu oyda faqat menga foydasi tegadiganlar qolaydi. Maylimi? Foydasi teganlar bu yoqqa. Meni foyda tegadi. Nima ko'rsa sen turmushga chiqdingmi? Yo'q. Ketdan chiqib ko'rmadingmi? Fanarik bormi? Fanarik. Mani telefonimda fanarik bor. Lekin zaryad yo'q. Zaryad bormi senda? Zarishib bor. Lekin uni oyni qayerga tiqmoqchisan? Yur, chiqadigan joy izlab ko'raman. Qanaqa palovga bor? Olon paloq degin. Mayli. Alon bola. Bu yoqda boshqa planetadan odamlar kelib, nimalarni izlab yuribdi. Men ularga ko'rsatib qo'yaman. Ko'rsating. Ko'rsataman ularga. To'xtang. Bir o'zingiz bormang. O'g'li sen ham yur. Yaxshi, o'zim bir. Ko'rsataman. Ko'rsataman ularga. Sizlarmi? Men sizlarga ko'rsatib qo'yaman. Bu yoqdan borasiz. Bunga burilasiz. Keyin stolga chiqadi. Stollarni bunda aylanasiz. Qo'l qaynib qol. Qo'llar tushundingmi? Bo'ldi, men ketdim. Rahmat. Yaxshi odam lekin, ha? Ne to'xta? Ha? Bu oydagi odamlar emasmi? Qo'rqmang. Ularni ko'rgan paytda birinchi bizlarni qo'rqitishimiz kerak. Shunday. Pay qabutdi o. Birinchi bizlar qo'rqmoqchi. Mayli, assalomu alaykum. Tik. Bu salomlashganmiz ekan bular. Sizlar restoran aydigan odamlarmisiz? Nima boya bir marta ko'rganda tanimadingmi? Bir ko'rganda taniydi, Shakiram edimni. Ne? Shakiram bir ko'rsang tansan bor. Shakirang tanishmisan? Shakira degani kim? Nima sizlar bizlarning tinchligimizni buzishga keldinglarmi? Yo'q. Unda nimaga bizlarning tinchligimiz buziladi? Nima? Bilsangiz, bizlar bolalikdan birga o'ynab o'sganmiz. To'g'rimi Islom? Men bu yoqdaman. To'g'rimi Islom? To'g'ri. Bizlarning hattoki shiorimiz ham bor. Bir kishi hamma uchun, hamma O'zi uchun. bu yoqqa kelinglar. Sizlarga aytdim-ku, bu hamma bir kishi uchun deb, to'g'rimi Islom? Men bu yoqdaman. To'g'rimi Islom? To'g'ri, haligi bizlarning bor-ku, qo'shig'imiz ham bor. Qanaqa qo'shiq? Mana. Bu kayfiyatni ko'taring, kayfiyat zo'r bo'ldi. Yo'qdimi? Sizlarni bir boshqacha ta'riflashyapti. Mana bunday antennalari bor, ko'zlar dumoqoq. O qidirganda ketgan qo'y. Qidiramsizlar. To'xtatish. Xo'sh, mana kayfiyat zo'rda kelib qolsiz. Endi sizlarning televideniyega borib, intervyu bering. Ana diktorga ketib qolmi? Ha, keladi. Qani. Hey yigitlar, yo'lda kelayotganda Ayxonni ko'rdingizmi? Yo'q, ko'rmadik. Nimaga? Vaqt bo'lmadi. Unda qaysiga intervyu berasiz? Bu ikkalasi beradi. Yuring. Bular qanaqa kursdan chiqadilar? Oyoqquloq. Sizlarda oyoqquloqdan ko'rsam bormi? Nafaqat oyoqquloq, bizda oyoqquloq ham bor. Sizlar qanaqa bo'laysizlar? Mana. Qani? Bo'ldi, bu Shishenskiy tansiyu. Shishen xalqining tansiyu deyman. Ayqosh bunaqa o'ynamaydi. Ayqosh bunaqa o'ynamaydi. Qanaqa o'ynaydi? Qarang, bunaqa o'ynaydi, qarang. Ko'rdingizmi? Yo'q, buni qiyamata o'ynaydi. Ko'chib. Nima, hali salom beraverasan sen? U salomlash kerak emas. Bizlar shunaqa ko'payamiz.
Yur, tezroq ketmasa ko'minglar. To'xtang. Ha? O'zi sizlar nimaga keldinglar, nimaga kelyapsizlar? Endi biz O'zbekiston yoshlari sizlar bilan do'stlashishga keldik. Bo'ldi, do'stlashamiz mana. Bizdan oldin ishim kelmadimi bu yerga? Yo'q, mayli. Do'stingiz ramz sifatida O'zbekistonimizning bayramini oyingizga qadab ketsa qanaqa bo'ladi? Zo'r bo'ladi. Bo'pti. Rahmet. Aşina Zafner Mustafa Federal Üstünün Turan komandası şapalatlar olsun. Rahmet. Qadrli do'stlar, ikkinchi bosqichda komandalarga qo'yilgan balolar bilan taqsim etamiz. Buxoro viloyatidan kelgan Afandining jiyanlari komandasini ikkinchi bosqichda to'plagan ballari. Ikkinchi bosqichda 5 ball to'pladi. İlk basıştan so'ng 9.6 ball. Berdarabda Qaraqalpaq Mamlakat Universiteti ikinci basışda 5.4 ball to'pladi. İlk basıştan so'ng 10.2 ball. Qarshi viloyati O'zbekiston Beglari komandasi ikinci basışda 4.8 ball to'pladi. 5.2 ball to'pladi. İlk basışdan so'ng 10 ball. 4-cü qatnashuvchi Buxoro viloyatining Muhandislik texnologiyalar institutining omadli jentelmenlar komandasi ikkinchi bosqichda 5 ball to'pladi, 2 bosqichdan so'ng 9.9 ball. Urganch mamlakat universitetining Yoshullar komandasi ikkinchi bosqichda 5.2 ball, 2 bosqichdan so'ng 10.2 ball to'pladi. Hamda Turan komandasi ikkinchi bosqichda 6 ball to'pladi, 7-chi bosqichdan so'ng 11 ball. Qadrli do'stlar, 3-chi bosqichimizning ballarini baqalamasdan oldin hozir o'rtamizga yanada muzikalik konsertga navbatni beramiz. Kutib oling, sahnamizga Qaraqalpaq sahnasining Qaraqalpaq iskustrasining ajoyib talantisi, elimizning suyukli qo'shiqchisi, O'zbekiston ham Qoraqalpaqiston respublikalarining xizmat ko'rsatgan artist, Nihol Silvaning laureati, estradamizning haqiqiy maqtanishi, kutib oling, Marcel O'tebrata. Qazim
Halkım tanışlıkta karşılar tanıdı. Müstakillik alıp ağlanı canlı. Şaynacasına güzel makanım benim. Özbekistan oğlu vatanım benim. İslam elinde nabışman babam. Kıyma Bukharası Ulla kabam. Teşkilim Şırgızistan
Qadrli do'stlar, bizga shunday bayramda sho'rmasi bergan barcha o'quv o'rinlarining rektor jamoatlarining qalabizi shunday bayram sho'rmasi bergan barcha studentlarga cheksiz minnatdorchiligimizni bildiramiz. Sebebi bizning yurtimizga tek qana shunday yaxshi kunlar, bayramlar jarasadi. Qadrli do'stlar, endi hurmat bilan o'rtamizga bugungi ko'rik tanlovimizda o'zining ajoyib o'yinlarini ko'rsatgan barcha komandalarning o'rtaga sizlarning qo'llab-quvvatlaringiz ostida sahnaga rad etamiz. Marhamat, birinchi qatnashuvchi Buxoro Mamlakat universitetining Afandining jiyanlar komandasi. Marhamat. Ikkinchi qatnashuvchi Berdaqatli Qoraqalpoq Mamlakat universitetining Shayxun komandasi. Üçüncü qatnashuvchi Kamol Choslar jamiyati harakati Qashqadaryo viloyati O'zbekiston beklari komandasi. To'rtinchi qatnashuvchi Buxoro muhandislik texnologiyalari institutining omadli jentelmenlar komandasi. Beshinchi qatnashuvchi Urganch mamlakatlik universitetining yosh o'g'illar komandasi. Hamda ko'rik tanlovimizning eng so'nggi qatnashuvchisi Qutuvalan Ajinazatlar do'stlarning pedagogisining Turan komandasi. Endi ko'rik tanlovimizning haqiqiy ishqibozlari jan kunlari bugun bizga shunday bayramda in'om etgan barcha komandalarga bir shaxsla qo'l shabala qarab qo'yamiz. Qadrli do'stlar, endi juri a'zolarini iltimos qilamiz. 3-bosqich muzikali topshirma bosqichi bo'yicha komandalarga qo'yilgan baholarga navbatda beramiz. Vaqti 8 minut, maksimal bahasi 6 ball edi. Marhamat, birinchi bo'lib o'z o'yinlarini ko'rsatgan Buxoro mamlakatlik universitetining Aftandining jiyanlari komandasiga qo'yilgan baholar 5, 6, 5, 6, 6. Shayxun komandasiga qo'yilgan baholar 6, 6, 6, 6. Qashqadaryo viloyati O'zbekiston beklari komandasiga qo'yilgan baholar 6, 6, 5, 6, 6. Buxoro muhandislik texnologiyalari institutining omadli jentelmenlar komandasiga qo'yilgan baholar 6, 6, 5, 6, 6. Urganch mamlakatlik universitetining yosh o'g'illar komandasiga qo'yilgan baholar 6, 6, 6, 6, 6. Hamda eng so'nggi qatnashuvchi Ajinazatlar do'stlarning pedagogisining Turan komandasiga qo'yilgan baholar. Bir ovozdan 6, 6, 6, 6, 6. Qadrli do'stlar, ko'rik tanlovimizning eng jo'maqlovchi bosqichina yetib keldik. Biz hozir o'rtamizga hurmat bilan bugungi ko'rik tanlovimizni adil baholab borgan To'rishlar qurami, ya'ni aytganda To'rishlar qurami boshlig'i, qo'noqlar ham sheriklar ko'rik tanlovining bosh rejissyori Shukrullo Mahkamovning boshchiligidagi barcha juri a'zolari o'rtaga rad etamiz. So'lar bilan birgalikda Kamol Choslar jamiyati harakati Qoraqalpog'iston Respublikasi kengashi boshlig'i Sho'ldas Abdujamilovni o'rtaga rad etamiz. Marhamat.